Ko'kchi masjidi ro'parasidagi yaproqdan nari kelganmiz, mazasini ko'ramiz. Keyin bitta narsa, xulishli biz borni boricha aytamiz. Yoqqan narsani yoqdi, yoqmaganini yoqmadi. Birovlarni iltimosi uchun, birovlarni pul berish uchun biz bitta joy yomonlab keta olmaymiz. Vijdonimiz yo'l qo'ymaydi u narsaga. Ichkariga kirib joylashib oldik, o'zimizga yaproqdan nari etdik. Endi bitta hayron qolgan joyim, bu mana bu narsa kompliment deyishdi. Bepulga keyin mana shu yaproqdan nari etsizlar, mana shu salat ham, mana shu soslar ham bepul. Men aytganim faqatgina shu yaproqdan bilan salqin ichimlik aytgan. Qolgan hammasini shunda kompliment deb berishdi. Hammaga bo'lsa hammaga berish ekan. Bitta bizga emas, hammaga. Bismillah. Birinchi go'sht o'zining mazasini ko'rib oqamiz, ha. Go'sht menga yoqdi, sochli, tuzlar yaxshi, lekin ozgina nimadir yetishmayapti. To'g'risini aytaman, nimadir yetishmayapti, lekin yomon emas, yaxshi. Soslar bilan Hammasi zo'r ekan. Ovqatimizni yeb ko'rdim, menga yoqdi. Bemalol qo'rqmasdan tavsiya qila olaman. 9 smayli qo'ya olaman. Abstinovga hamma narsa zo'r. Danarim menga yoqdi. Salatlar ham zo'r. Umumiy hisob 75 ming so'm bo'libdi. Menimcha arzisi kerak deb o'ylayman. Joningiz sog' bo'lsin, bizani kuzatishda davom etinglar.